Real Madrid transfer bozoridan yana bir katta yulduzni sotib olmoqchi. Mourinyoning yangi rejasi, Manchester City transferi va Messi haqidagi kutilmagan bashorat. Assalomu alaykum, aziz futbol muxlislari. Bugun futbol olamida tarqalgan shov-shuvli xabarlar haqida gaplashamiz. Real Madrid yana katta transferga tayyorgarlik ko'ryaptimi? Jose Mourinyo o'zining yangi loyihasi uchun navbatdagi himoyachini tanlab bo'ldimi? Manchester City raqib klubning yulduz himoyachisini olib kelishga urinyaptimi? Va eng qizig'i, Lionel Messi haqiqatdan ham 2030-yilgi jahon chempionatida maydonga tushishi mumkinmi? Bu savolga futbol tarixidagi eng afsonaviy himoyachilardan biri Roberto Carlos javob berdi. Bugungi videoda siz bilan aynan mana shu 3 ta katta voqeani batafsil tahlil qilamiz. Lekin videoni boshlashdan oldin muhim bir narsani yana aytib o'tmoqchimiz. Secretex kanalida hech qachon qimor o'yinlari, bookmakerlik, kazino yoki pul tikishga oid reklamalar bo'lmagan va bundan keyin ham bo'lmaydi. Bizning asosiy maqsadimiz futbol muxlislariga tezkor, sifatli va ishonchli sport kontentini yetkazish. Shuning uchun siz bizning videolarimizni bemalol oilangiz va farzandlaringiz bilan birga tomosha qilishingiz mumkin. Endi esa boshladik. Mourinyoning yangi nishoni Arsenal futbolchisi Ricardo Calafiori. So'nggi kunlarda Madrid atrofida juda qiziq xabarlar tarqalmoqda. Insider Gianluca Di Marsioning ma'lumotlariga ko'ra, Real Madrid Arsenal himoyachisi Ricardo Calafiori uchun dastlabki muzokaralarni boshlab yuborgan. Bu oddiy transfer emas. Bu Mourinyoning yangi loyihasidagi muhim bo'laklardan biri bo'lishi mumkin. Nega aynan Calafiori? Birinchi navbatda u zamonaviy futbol talab qiladigan universal himoyachi hisoblanadi. Chap qanotda o'ynay oladi, markaziy himoyada harakat qila oladi. 3 himoyachi tizimida ham samarali, 4 himoyachi tizimida ham foydali. Mourinyo esa aynan mana shunday futbolchilarni yoqtiradi. U har doim bir nechta pozitsiyada o'ynay oladigan futbolchilarni qadrlagan. Calafiori esa aynan shunday futbolchi. Calafiori hozirda 24 yosh. Yosh, ammo katta tajribaga ega. Italiya terma jamoasi futbolchisi. Yevropa futbolida o'z o'rnini topib ulgurgan himoyachi. O'tgan mavsum Arsenal safida 26 uchrashuvda maydonga tushib, 1 gol urdi, 2 ta assist qayd etdi, lekin statistikadan ham muhimroq jihat bor. Uning o'yin uslubi. Calafiori to'p bilan ishlashni yaxshi ko'radi. Himoyadan hujum boshlashni biladi. Bosim ostida xatoga kam yo'l qo'yadi. Aynan shu sababli Mourinyo'ni Madridda ko'rishni xohlayotganini aytmoqda. Ammo bu transfer oson bo'lmaydi. Arsenal futbolchini qo'yib yuborishni istamaydi. Shartnomasi 2029-yilgacha davom etadi. Transfermarkt esa uning narxini 55 million yevroga baholamoqda. Demak, Real Madrid jiddiy mablag' sarflashga to'g'ri kelishi mumkin. Agar Calafiori kelmasa, Mourinyoning ikkinchi rejasi tayyor. Manbalarga ko'ra, Real Madrid Calafiori transferni amalga oshmasa, boshqa variantni ham tayyorlab qo'ygan. Bu futbolchi Yoshko Gvardiol, Manchester City'ning xorvatiyalik yulduzi. Ko'pchilik uni dunyoning eng kuchli yosh himoyachilaridan biri deb hisoblaydi. Tezlik, jismoniy kuch, texnika, to'p bilan ishlash, bularning barchasi unda mavjud. Shuning uchun ham Gvardiol transferi futbol tarixidagi eng qimmat himoyachilar qatoriga kirgandi. Ammo uning transferi Calafioridan ham qiyinroq bo'lishi mumkin. Sababi Manchester City o'zining asosiy futbolchilaridan voz kechishni istamaydi. Shunga qaramay Mourinyo himoyani kuchaytirish niyatidan qaytmayapti. Bu esa Real Madrid kelasi mavsum oldidan juda katta o'zgarishlar qilayotganidan dalolat beradi. Manchester City Chelsea yulduziga ko'z tikkan. Endi esa Angliyaga yo'l olamiz. L'Equipe nashrining xabariga ko'ra, Manchester City Chelsea himoyachisi Malo Gusto bo'yicha rasmiy so'rov yuborgan. Bu yangilik Premier Liga muxlislari orasida katta qiziqish uyg'otdi. 23 yoshli fransuz himoyachisi so'nggi mavsumda juda yaxshi taassurot qoldirdi. 49 ta uchrashuv, 3 ta gol va 5 ta assist. Himoyachi uchun juda yaxshi natija. Gusto zamonaviy qanot himoyachisi qanday bo'lishi kerakligini
namoyish qilmoqda. U tezkor texnikasi kuchli hujumga faol qo'shiladi. Kerak bo'lsa himoyaga ham qaytadi. Manchester City aynan shunday futbolchilarni qadrlaydi. Agar ushbu transfer amalga oshsa, Premier Ligadagi kuchlar muvozanatiga ta'sir qilishi mumkin. Roberto Carlosning Messi haqidagi gaplari futbol olamini hayratda qoldirdi. Endi esa videomizning eng qiziqarli qismiga yetib keldik. Lionel Messi ko'pchilik uni futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biri deb hisoblaydi. 2026-yilgi jahon chempionati uning oxirgi mundiali bo'ladi deb o'ylayotganlar juda ko'p. Ammo Roberto Carlos boshqacha fikrda. Afsonaviy braziliyalikning aytishicha, Messi 2030-yilgi jahon chempionatida ham ishtirok etishi mumkin. Bu juda jasur fikr. Sababi o'sha paytda Messi 43 yoshga kirgan bo'ladi. Ammo Roberto Carlos bir narsani alohida ta'kidlagan. Messi o'z tanasiga juda yaxshi qaraydi. Mashg'ulotlarga professional yondashadi. Sog'lig'iga katta e'tibor beradi va aynan shu sababli u hali uzoq yillar futbol o'ynashi mumkin. Tasavvur qiling, 2030-yil yana bir jahon chempionati va unda Lionel Messi bu futbol tarixidagi eng katta voqealardan biri bo'lishi mumkin. Futbol olami yana qizimoqda. Real Madrid yangi himoyachilar izlamoqda. Mourinho o'z jamoasini qayta qurmoqda. Manchester City yangi transferlar ustida ishlamoqda. Messi esa hali ham millionlab muxlislarning orzulari markazida turibdi. Kelasi haftalar va oylar futbol tarixidagi eng qiziqarli transfer davrlaridan biriga aylanishi mumkin. Shu sababli Secret X kanalini kuzatishda davom eting. Biz sizlarga eng tezkor va eng qiziqarli futbol yangiliklarini yetkazishda davom etamiz. Endi esa navbat sizga. Sizningcha Calafiori Real Madridga o'tishi kerakmi? Gusto Manchester Cityga mos tushadimi? Messi 2030-yilgi jahon chempionatida o'ynay oladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz barcha izohlarni o'qiymiz va imkon qadar javob beramiz. Sizning har bir fikringiz kanal rivoji uchun juda ham muhim. Videoga like bosishni unutmang, kanalimizga obuna bo'ling. Secret X oilasiga qo'shiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, futbol muxlislari.